Sizningcha Minecraft tarixidagi eng katta adolatsizlik qaysi? Men uchun Jedi qo'shilmagani. Mavzuga qaytsak, ko'pchilik sevgan bu moblar ovoz berishda yutqazib, o'yinga hech qachon qo'shilmaydi. Agarda mob voting natijalari boshqacha bo'lganda, Minecraft butunlay boshqa ko'rinishda bo'lardi. Keling, bugun bularni barchasini ko'rib chiqamiz. Bu mob Nezerda yashaydi. Bu sariq negerning oti Wildfrey. Agarda xato o'qigan bo'lsam, ingliz tili ustozimga rahmat. Men sizlarga buni dehqoncha qilib tushuntiraman. Xullas, bu tirancha Blaze'ning katta akasi. Bu Fortressda yashaydi. Agarda u qo'shilsa, sizni inangizni ko'rsatardi va siz endi dragonni o'ldirishga qiynalardingiz. Va buni shu kadrlardan bilsangiz bo'ladi. To'xtab tur, barisini o'ldiraman, qarab tur. Men senga mez bilaysan. What the fuck? O'tmayapti bu ham. Nima qilsam bo'ladi endi? Buraya endi quyga solgan senlar oldin yo'qalaring skeletlar oldin skeletlar arg'asilar keldi bu ham yo'qyapti meni. Nima o'zi buni o'ldirib biladimi yo'qmi? Mana bu skeletlar ham joy deydi. Ana endi qora skeletlar ham keldi deydi. Nima qilaman buni o'ldirib biladimi yo'qmi? Ana bular o'zini o'tyapti, shu payt foydalanish kerak. Mana senga bu yerga kel. Mana senga qalqonishni yapti uni. Birinchi bo'lib qalqon sindirish kerak ekan. Mana senga. Birinchi bo'lib buni qalqon sindirish kerak ekan. Mana senga. Kamon bilan o'tamiz. Kamonni o'qiyaptimi yo'q tushunmayapman. Endi ikkinchisi ham qo'shilyapti. Sekin bu yerga o'tib ovqat yeb olish kerak. Ikki tomon o'tishyapti meni. Mana senga. Kelyaptimi yo'qmi o'zi bunga? Bu yerda spawner ham bor ekan. Mana senga. Barisini o'ldiraman. Bu yerga kel. Mana senga. Uni qalqon sindi va mana men uni o'ldirdim. Agarda bu neger qo'shilsa, Minecraftda turli xil narsalar ham qo'shilardi. Va shunisi menga yoqdi. Va turli xil strukturalar. Va buni tagiga o't yoqish kerakmi? Va endi nima biladi bunga? What the fuck? Nima bo'lyapti bu yerda? Adashmasam bu yonmaslik effekti. Eng alam qiladigan joyi bu qayoqdagi fantom yutqazib turibdi. Bu mening yangi kanalim. Bu yerda hech qancha obunachi yo'q, lekin shu video bilan 50 ta obunachi qila olsak, yangi video chiqadi. Taksda obuna bo'lib qo'yinglar. Unda videoning davomini ko'rsak ham bo'ladi. Va bizda keyingi Ice Ologer. Ismidan bilib turibsiz, u shu biyomda yashaydi. Nimaligini sizlarga dehqoncha qilib aytib beraman. Xullas, qisqasi bu muzlab qolgan player. Va men hozir u bilan jang qilmoqchiman. What the fuck, nima boshimga nima tushyapti? Demak, u shu yoqdan atrofda. Qara endi o'z ko'rish bermayapti. What the fuck, yana o'tyapti. Mana ko'ryapsizmi? Uni o'ldirish biroz qiyinroq. Agar ana shu muz ustiga tushsa, o'lasiz. Agarda bu Minecraftga qo'shilsa, shunaqa struktura paydo bo'lardi. Agarda bu Minecraftga qo'shilsa, tog'larga sakrab yurolmardingiz. Eng alam qiladigan joyi bu ham qayoqdagi to'qqiz oyoqga yutqazib o'tiribdi. Hattoki Dream ham ana shu to'qqiz oyoqga ovoz bergan. Bizda keyingi mob Barnak. Tasavvur qiling, siz qayoqda ketyapsiz va qayoqdandir 69 metrlik til sizni suvdagi tortyapti. Bu mob sizni suvdagi zo'rlaydi. Agarda bu mob qo'shilganda suv hazlari ancha xavfli bo'lardi. Oddiy suzib o'tish deyarli imkonsiz edi. Bu ham eng alab qiladigan joyi uchadigan ko'rshapalak yutqazib o'tiribdi. Menimcha bu mob ham kelajakda Minecraftga qo'shiladi. Mojang Minecraftga qo'shilmagan moblarni sekin qaytaryapti. Menimcha Mojangda ideya tugadi. Great Hunter. Agar nomini xato yo'qolgan bo'lsam, o'zimga yana nima qobiliyati bor desanglar, xos ko'rsataman. Siz sayr qilib ketyapsiz va qayoqdandir bir narsa sizni tishlab oldi. Bu kresa bloklar orasiga kirib sizni g'ajiydi. Buni kresalik qilishdan boshqa ishi yo'q. Agarda bu Minecraftga qo'shilganda sizning barcha la'natlangan aslahalaringizni asl holiga qaytara olardi. Shu aslahani og'ziga tashlasangiz va sizga u aslahani qayta o'tardi. Uning og'ziga birorta craft qilinadigan narsani otsangiz, u shu craftda ishlatilgan barcha narsalarni qayta berardi. Agar uni og'ziga Endstar otsangiz, sizdan xafa bo'lib qochib ketadi. Bu mega fantom yutqazib o'tiribdi. Glare. Bu ham 2021-yil qo'shilishi mumkin, lekin yutqazib o'tiribdi. Agarda bu ajina Minecraftga qo'shilsa, sizning yurgan yo'lingizni yorong'i qilib ketardi. Yorong'i? Va buni boshqa bir tiyinlik foydasi yo'q. Lekin 69 yil shaxtada yuradiganlar uchun bu foydali. Qorningiz och qolsa, shu mevadan yesangiz ham bo'ladi. Va bu 10-20 blok naridagi zombi skeletlarni aniqlay oladi. Rascal. Bu kresa sizni har teshikdan kuzatib yuradi. Agarda siz uni 3 marta uchratsangiz, sizga nimadir beradi va yana qochib ketadi.
Agarda u Minecraftga qo'shilsa, sizni zeriktirmaydi. Shaxtalar ancha qiziqarli bo'lardi. Lekin rostdan ham uni chiqmaydigan teshik yo'q ekan. Qo'llagan teshikdan chiqib kelar ekan. Agarda uni quvlasangiz sizdan qochib ketadi va sumkasidan shunaqa toshlar tushib qolar ekan. Va bu tirrancha bilan savdo sotuq qilsangiz bo'ladi. Lekin bu ham mov o'tida yutqazgan. Lekin qo'shilganda Minecraft shaxtalari ancha qiziqarli bo'lardi. Tuf golem. To'g'ri, lekin buni unchalik foydasi tegmaydi. Va uni yasashga tuf blogi va qizil jun va bitta qovoq va tuf golem tayyor. Bu shunchaki bir joyda qaqqayib turadi va boshqa hech narsa qilmaydi. Va uning qo'liga nimadirlarni tutqazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bu dekoratsiya uchun ideal mob edi. Agarda belingiz og'risa bunda o'tirib olsangiz ham bo'ladi. Lekin Sniper bundan ancha yaxshiroq edi. Krab 2023-yil. Bu Minecraft tarixidagi eng oxirgi mob bot edi. Chunki sevgan moblari Minecraftda qo'shilmasa qolgan o'yinchilar xafa bo'lardi va Mojang birin-ketin bularni hammasini qo'shyapti. Endi hamma o'yinchilar birday xursand va bularga yaqqol misol Copper Golem. Agarda bu mob qo'shilganda siz 7 blokgacha blok qo'ya olardingiz. Lekin bundan ma'no qani? Bu narsa bilan siz uzoqroqqa blok qo'ya olardingiz. Agarda krabni o'ldirsangiz o'zini qobig'i beriladi. Bu sal oldinroq toshbaqa bilan ham o'lgandi. Siz bu qobig'ini olib, undan ikkita narsa yasasangiz bo'lardi. Siz bu bilan har xilda dalma tayyorlasangiz bo'lardi. Va flash tezligida yer qazsangiz bo'lardi. Va krabni qisqishi. Bu qisqichni yasash uchun sizga 9 ta qobiq kerak bo'ladi. Xo'sh, bu bilan nima qilamiz? Siz kirka, qilich, topor, hamma narsangizni suyga solib, hammasini qobiliyatini birdaniga ishlatsangiz bo'ladi. Endi bir soat kirka, belkularni almashtirib o'tirmaysiz. Bu bilan yer tagiga bir tekis tushasiz. Bu esa armadillo yutqazib o'tiribdi. Va sizlar bilan ham xayrlashadigan vaqt yetib kelibdi. Siz shu moblar orasidan qaysi biri Minecraftga qo'shilishini xohlar edingiz? Albatta buni kommentariyada yozib qoldiring. Agarda shu videoda 67 ta like yig'ilsa, men Minecraft nima uchun turmushligini aytib beraman. Hozircha hammaga xayr.